Qorako'lchilik istiqbollari. Darhaqiqat, Prezidentimizning 30-yanvardagi yaylovlarni muhofaza qilish va ulardan oqilona foydalanishning zamonaviy mexanizmlarini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni Qorako'l zotini genofondini saqlash, takror ko'paytirish va takomillashtirish, seleksiya va naslchilik ishlarini amaliyotga keng tatbiq etish borasidagi ishlarni yangi bosqichga olib chiqdi. Mavzuni muxbirimiz Qorovulbozor tumani misolida davom ettiradi. Buxoroning qadimiy sohalaridan biri sanalgan qorako'lchilikda bu yil fayzu baraka yili sifatida e'tirof etilmoqda. Chunki yaratganning ne'mati o'laroq ayni chog'da viloyatning 2 million gektardan ortiq yaylov yerlari yashillikka burkandi. Yaqinda biz Qorovulbozorning cho'li adirlarda ish olib borayotgan soha zahmatkashlarining hozirgi kecha kunduzdagi faoliyati bilan tanishdik. Bu yerda mavjud barcha imkoniyatlar soha taraqqiyotiga qaratilmoqda. Ayniqsa Qorovulbozor mas'uliyat cheklangan jamiyati tomonidan cho'ponlarga ko'rsatilayotgan g'amxo'rlik qorako'lchilik istiqboliga xizmat qilyapti. Bundan tashqari davlatimiz tomonidan berilayotgan imtiyoz va qulayliklar ham sohani yangi bosqichga olib chiqmoqda. Hozirgi kecha kunduzga bizlarga qorako'lchilikga juda katta imkoniyatlar, yordamlar bo'libdi. Hurmatli prezidentimiz tomonidan bir qancha farmon qarorlar chiqib, bizlarga quduqlarni qozib berish, panellarni qurib berish, shular davlatimizdan ko'p yordamlar bo'lyapti. Hozirgi kecha kunduzga cho'ponlarimizni xursandchiligi 2026-yil o'zi mavsumini ham yakunlash arafasida biza 90-95% hosil qo'yibdi cho'ponlar. Cho'llarimiz o't bilan shu yili yaxshi keldi. Biz o'ylaymizki, bu ishimizni endi kelgusida yana rivojlantirib, mol boysunlarni ko'paytirib, sohani yaxshi ko'rsatkichlarga erishishni tarafdorimiz. Qorovulbozor mas'uliyati cheklangan jamiyatida 60 nafardan ortiq cho'pon cho'liq yil 12 oy qo'y qo'zi izdan yurib to'kinlik, fayzu baraka manbalarini yaratish yo'lida fidoyilik ko'rsatmoqda. Shulardan biri Ilhom aka Hasanovdir. U kishi 40 yildirki qorako'lchilikni rivojlantirishga munosib ulush qo'shib kelmoqda. Bu yil biz uchun sohani rivojlantirishda imkoniyatlar yili bo'ldi, deydi keksa cho'pon biz bilan suhbat chog'ida. 40 yildan buyon mana shu zonaga, shu yerni o'ziga cho'ponlik qilib yuribmiz biz. Har yil shu davlat bu qorako'lchilik planlarini to'ldirib, hamma bajarib yuribmiz. Ana qo'shma cho'ponlar bor. Ayni paytda hozir ko'risda qo'yib qo'yibmiz. 90% ko'zini o'zdirishga qo'ydik. Suv, yemimiz, qo'shog'imiz hammasi vaqtiga yetkazib berilibdi. Ana bu yil biz ham yaxshi keldi. Tarixiy manbalarda keltirilishicha, Qorovulbozor massivida qorako'lchilikni rivojlantirish uchun azaldan qulay tabiiy sharoit mavjud bo'lgan. Chunki bu yerda o'sadigan cho'l o'simliklari tarkibida teri sifatini yaxshilashga xizmat qiluvchi turli xildagi mikro va makro elementlar aniqlangan. Bu esa o'zining samarali natijalarini beryapti. Muxtasar qilganda Buxoroda qorako'lchilikni taraqqiy ettirish borasidagi ishlar yangi bosqichda davom etyapti. Bu esa kelgusida eksport salohiyatini kengaytirish va xalqimiz farovonligini oshirishga xizmat qilishi bilan yanada ahamiyatlidir.